Assalomu alaykum. Stopuz kanalining ashaddiy obunachilari, akalar, ukalar. Sog' salomatmisizlar akalar? Bugungi xudo xolasa mana bunaqa yarichkalardan, qo'zi variantlaridan xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib syomkasini qilib beramiz xudo xolasa. Bittadan like bosib kanalga yangilar obuna bo'lib qolsizlar xudo xolasa akalar. Mana qo'ylarimiz qo'zi variantlaridan xudo xolasa ideallaridan topib qo'ydim sizlar uchun xudo xolasa akalar. Hafta kunimizga payshanba 2026-yil 1-yanvar hurmatli obunachilar. Mana zo'rlaridan xudo xolasa shu arzonchi, opitimchi Jalolnagan xonadonlarga kelganmiz hurmatli obunachilar. Jalolnaga sugimsiz, charchamang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? 2026-yilga o'sha qo'zi qo'chqarchalar yaxshidan kelgan. Xudo xolasa hurmatli obunachilar. Zo'rlardan olib kelibsiz, xudo xolasa pullari ham o'ta yengil. Bomba bo'ladimi, xudo xolasa? Narxini arzonroq qilib, xudo xolasa chiqarib berasiz aka bularimizni. Yarichkalar, xudo xolasa. Bahor ob-havolari mana kirib kelyapti ekan, xudo xolasa Jalolna aka. Qo'zi zo'rlar mana. Uchalasi ham qo'chqor. Uchalasi ham qo'chqor. Uchalasi ham qo'chqor. Uchalasi ham qo'chqor ekan mana hurmatli obunachilar. Bu qo'zilaridan, simjulliklardan baqamiz degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilib qolaveramiz. Uyaltirmaydiganlardan obunachilar mana. Bo'ylari ham endi xudo xolasa necha chiqadi taxminan? Bo'ylari shu 70 plus minus. 70 plus minus a? Bittasi bor 70. Mana kattarog'i bor ekanda mana olsa, mana bir azizlarga e'tibor berasizlar xudo xolasa. Arashanidan ham bor ekanda bitta Jalolna aka. Bular bor-ku. Bo'lakcha qo'zilar. Ya'ni o'ta chars, ushlatmaydiganlardan hurmatli obunachilar mana. Nech partiya bugungi Jalolna aka? Ozroq. Bitta ona bola bor. Bitta ona bola mana shu uchalasi, a? Uchalasi bor. Uchalasi. Endi sal ko'proq qilamiz, ertaga nima qilishimiz kerak ekan bugun. Qaror ma'lum. Pulini yengil qilib aytib berasiz-da, xudo xolasa buni Jalolna aka. Tars narx aytamiz. Bitta hammasiga. Ha. Hammasiga bitta narx aytiladi hurmatli obunachilar mana uchalasiga. Kepa berib asnosi yeb tursa, xudo xolasa buni ikkalasi qora kashtan ekan hurmatli obunachilar. Simjul variantlaridan. Akalar xudo xolasa yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar akalar xudo xolasa. 3 oydan 4 oygacha bo'ladi. Yosh oyligi 3 oydan 4 oygacha. Ha, Dostonbek leketa hamma zo'rda bir-biridan zo'r jonivorlar. Dostonbek monasini qarang. Mana akalar. O'ta charsa ekan. Korpuslari ham xudo xolasa zo'r. Hamma tikka dumba. Hammasi tik dumbalar. Sosilgan dumba emas akalar. Xudo xolasa yaxshi. Qurvollik qarasa tayyor inshaalloh. Xudo xolasa. Bunisini zotqa ham baqaverasizlar sarig'ini xudo xolasa. Jalolna aka chiroyli qilib narxida-da endi buni maqtovganimiz bilan. Buni qurvolliqda baqqa odamda xolsa so'ymaydigan bo'ladi. O'shani 6 oylikda o'tadi. Bular bitta narx aytib qolaymi? Ayting, bo'ladigan, chiroyli qilib ayting. Bo'ladigan narx 10 million 500 ga dastlabkasi bilan ketaveradi. Uchalasini. Uchalasi. Dastlabkasi Toshkentga do'g'ri. 10 million 500 mingga uchala qo'zi ketdi. Hurmatli obunachilar mana. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Keyingi partiyamizga ina bola dedingizmi? Ona bola. Ona bolasidan ketdi gap chiqamiz xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar qo'zilarimizga. Xo'p, hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga xudo xolasa ona bolani ham xudo xolasa yaxshi variantlardan ekan hurmatli obunachilar mana. Bolasi qanaqa? Jalolnaga sog'lom qo'chqarmi? Bolasi qo'chqar ekan. Bolasiga bitta like bosib qo'yinglar obunachilar. Mana korpuslariga xudo xolasa dumbar azrizi ideal. Mana yuzlari bolasini. Qo'chqar bolasi hurmatli obunachilar. Bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Inasi tishini nechta deymiz? Tishi 6 dan endi 8 taga chiqdi. 6 dan 8 taga chiqibdi hurmatli obunachilar. 8 tadan 6 tadan 8 taga chiqibdi hurmatli obunachilar tishlari. Bolasi qo'chqorcha. Bolasi qo'chqorcha ekan. Xudo xolasa 1 oylik avval. 1 oylik. Narx bomba xudo xolasa Jalolna aka. O'ta arzon bo'ladimi? Bo'g'oz qo'ydi narxida doston. Bu bitta bo'g'oz qo'ydi narxida ketadi xudo xolasa. Narx. Mana inasini yuzlari hurmatli obunachilar. Inasi ichi qarovuz qolgan ekan. Ichi qarovuz qolgan ekan, o'zlari chiroyli qilib parvarishini qilib bersalar, xudo xolasa baraka qiladigan yerlarni. Ha demay bolasini o'zini ham 4-5 millionga olib qolaverdan olib qoladi-da Jalolna aka. Ha, olib qoladi.
Mana. Inasi o'zi Aytingchi bo'ladan qilib, chiroyli qilib jo'lolni ekan narxini. bo'ladigan aytaymi? Ha, tars bo'ladiganini ayting. Bo'ladigan Oldiga 5 million 600 ming so'mga dastavkasi bilan ketaveradi. 5 million 600 ming so'm. Qani kommentariyada Ozmas xayriga o'tib beraman, ko'p emas. ozmos xayri bor. Shuning Xayri ichida bor. ham, hurmatli Ha. obunachilar. Kommentariy yozgan akalarimiz mana sizlarga o'sha arzonlaridan kerakmidi? Shoshilib aloqachi qurasizlar mana. Chars ekalasiga ham xudo xolasa. Garantiya. 80 plus garantiyalarimdan bo'ylariga, onasini bo'ylariga hurmatli obunachilar. Xo'p, bugunga shumidi? Ha. Bugunga ozgina, sozgina ekan hurmatli obunachilar. Xudo xolasa ertaga bo'lakchalardan chiqadi. Videoni kutinglar, xudo xolasa. Narxlari arzon bo'ladi, bomba bo'ladi hurmatli obunachilar. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.